Mirziyoyev hokimiyatni ushlab turibdi. Bu yaxshimi, yomonmi? Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Muhim bir siyosiy mavzu haqida gaplashamiz. Hokimiyat masalasi. Hokimiyat nima degani? Hokimiyat kuch degani. Hokimiyat pul degani, qurol degani. Odatda hokimiyatlar shunga tayanadi. Yani kuchga, qurolga, pulga. Endi albatta biz musulmonmiz, iymon ham bo'lishi kerak deymiz. Lekin afsuski hokimiyat masalasida har doim ham iymon bo'lavermaydi. İnsoniyatning mana shu ming yillar tarixida iymonli hokimiyat juda kam bo'lgan. Musulmonlarning hayotida bo'lgan. U ham to'la bo'lmagan. Hokimiyat demak pul, davlat, kuch, kuch ishlatar tizimlari deyiladi. Demak u kuch bor demak. Ichki ishlar vazirligi, mirshablar, militsiya, davlat xavfsizlik xizmati, DXX, milliy gvardiya va hokazo. Bular hammasi kuch, hokimiyat shudir. Hokimiyat kerakmi? Hokimiyatni ushlab turmasa nima bo'ladi? Hamma narsa deylik ziddi bilan ma'lumdir, ziddi bilan tushuntiriladi. Mana bu oqdir, mana bu qoradir. Shundan tushunib olamizki, bir narsa oqdir, bir narsa qoradir. Hokimiyatning ziddi nima? Hokimiyat bo'lmasa nima bo'ladi? Boshboshdoqlik bo'ladi, anarxiya bo'ladi. Bu degani fojia degani, hamma uchun umumiy bir fojia degani. Nimaga? Hokimiyat bo'lmasa odamlar bir-birini o'ldirib boshlaydi. Bunga fuqarolik urushi deyiladi. Tartibsizlik, to'polon. O'zbekcha buni ko'p so'zlar bilan aytish mumkin. It egasini tanimay qoladi. O'zbekning maqollariga ko'ra. Shu hokimiyat bo'lishi kerak. Aytiladiki, shunday boshboshdoqlikdan ko'ra 60 yillik zolim bo'lsa ham hokim bo'lsin. Nimaga? Agar hokimiyat bo'lmasa, boyaga aytganim bo'ladi. Hech narsa tartib qolmaydi jamiyatda. Hech qanaqa ishni qilib bo'lmaydi. Kim kimni o'ldiryapti, nima bo'layapti, hech narsaning demak izi yo'q. Shuning uchun hokimiyatni ushlab turish kerak. U Mirziyoyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Oldin bir hokimiyat o'rtada turish kerak. Yani bir hokimiyat bo'lishi kerak. Davlat bormi, jamiyat bormi, xalq bormi? Qandaydir bir hokimiyat bo'lishi kerak. Hokimiyat bo'lmasa, o'zbekchasi aytganda ishlar chatoq bo'ladi. Buni ko'rdik, qachon ko'rdik? 1992-yilda Tojikistonda ko'rdik yani. Bir hokimiyat bo'shligi paydo bo'ldi. Rahmon Nabiyev degan bir rahbar bor edi, prezident bor edi, iste'foga chiqib ketdi. O'rtada ikki taraf qoldi. Emomali Rahmonov, kommunistlar, u yoq bu yoq, ko'lobliklar va musulmonlar, muxolifat, ikki taraf yuzma-yuz qoldi. O'rtada hokimiyat cho'kdi. Bo'ladi-yu, 9 qavatli, 10 qavatli, 20 qavatli binolar yo zilzilada cho'kadi, yo tagidan bomba qo'yib portlatib yuboradi, cho'kadi shunday. Tojikistonda shunday cho'kdi. Natijalar nima bo'ldi? Fuqarolar urushi bo'ldi. 200 mingga yaqin kishi o'ldi. Va hech qanday yaxshi natija bo'lmadi. Oldingidan battar diktatura bo'ldi. Shuning uchun hokimiyat turishi kerak. Hokimiyat bo'lishi kerak. O'sha 9 qavatli, 10 qavatli o'sha hokimiyatning binolari baland bo'ladi. Shunday bir binoda hokimiyat degan kuch turishi kerak. Endi hokimiyatni ushlab turishmi hokimiyatning vazifasi yoki biron narsa qilishmi? Albatta hokimiyatning birinchi vazifasi hokimiyatni ushlab turish. O'zini ushlab turib harakat qilish. Bunday aytganda inson oyoqda turadi va harakat qilib yuradi. Hokimiyat ham shunday, oldin oyoqda turish kerak, keyin bir narsalar qilish kerak. Bu qilayotgan narsasi yoki o'zini ushlab turishi ham yo adolat yo'li bilan bo'ladi, yo zulm yo'li bilan. Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham, oldingi davrlarda ham, xonlik davrlarida ham afsuski zulm bilan
Doim zulm bilan bo'ldi. Hozir ham shu zulm bilan ushlab turishdi. Albatta bunda aqlga kelgan birinchi shu bo'ladi. Bunday hokimiyat bo'lgandan bo'lmay qo'ysin deb. Bo'lmay qo'ysa qulaydi, Tojikistondagidek urush bo'ladi yana. Buning uchun bunday hokimiyat bo'lmasin emas, bu hokimiyat isloh bo'lsin. Talab shu bo'lishi kerak. Hokimiyat umuman yo'qolsin emas. Hokimiyat yo'qolsa nima bo'ladi? Shunday bo'shliq bo'ladi, siyosiy bo'shliq. Hech kim tanimay qoladi keyin. Hamma o'z bilganini qiladi. Hokimiyat siyosiy nuqtai nazardan tamoman yo'q bo'lsin, umuman hokimiyat bo'lmasin deydiganlar bor. Bularga boshtoqchilar deyiladi, anarxistlar, doim bo'lgan bular. Hokimiyat bo'lmasa ham insoniyat yashay oladi. İnsoniyat yashay olmaydi hokimiyat. İnsoniyatning tabiatida hokimiyat bor. Inil hukmu illa lillah. Ya'ni hokimiyat Allohnikidir. Kulillahumma malikul mulk Qur'onda. Ey Allohim, sen bütün hokimiyatning molikisan, ya'ni egasisan. Ya'ni bizga e'tiqodiy jihatdan ham bu narsa nima? Bor bizda yani. Hokimiyat bo'lmasa bu ishlar bo'lmaydi, jamiyat bo'lmaydi-ki, jamiyat yashay olmaydi. Hokimiyat qanaqadir bir qonun, qoida bilan o'zining ishlarini qilishga harakat qiladi. Siyosat, hokimiyat doimo mana shunday, doimo emas endi. Ko'pchilik holda va zulm bilan, hiyla bilan yuradi. Karimovning paytida nima ko'p edi? Zulm ko'p edi. Mirziyoyevning davrida hiyla ko'p. Mirziyoyev shunday ipni biroz yumshatib qo'ygan. Birozgina uzatganga o'xshaydi. Birozgina erkinlik borga o'xshaydi. Lekin bu yerdagi erkinlik kim erkinlikni istaydi? Shuni topish uchundir. O'shaning boshini ezish uchundir. Karimov paytida umuman erkinlik haqida gap yo'q edi. Mirziyoyev davrida biroz bir 20% erkinlik bor. Bu erkinlikni shunday qilinganki, bu shunday ipki, orqasida boyagi pashshalar yopishadi-yu bir narsaga. Mirziyoyevning josuslari bu erkinlik ipiga yopishgan. Kim qani erkinlik istar ekan? Kim gapirar ekan? Ovozini o'chiraylik. Buni hayotda bir deylik zulmning kattasidir yani. Go'yo o'zini erkinlik tarafi qilib ko'rsatib, kim erkinlikni istasa, o'shani yo'q qilish, o'shaning boshini ezish, o'shanga qarshi turish. Aslida bu erkinlik bo'lmasin degan. Mirziyoyev demak hokimiyatni ushlab turibdi. Erkinlik ham bergani yo'q aslida va erkinlik bo'lmasin deb. Erkinlik bo'lmasa bo'lmaydi. Bir tarafdan qarasangiz, jamiyat hokimiyatsiz yashay olmaydi. Qanaqadir boshqaruv kerak. Bo'lmasa boshtoqlik bo'ladi. Ikkinchi tarafdan jamiyat erkinliksiz ham yashay olmaydi. Erkinlik shunday narsa, doim talab qilinadigan narsadir. O'sha qullar ham qo'ldagi zanjiri bilan ularning ko'nglida ham qanaqadir bir erkinlik talabi bo'ladi insonda, chunki aytishadiki, qullarning eng yaxshi talabi qo'ldagi zanjiridir. Yani onu shuni istaydi. Unaqa emas. İnson bor ekan, biroz erkin bo'lgisi keladi. Qul bo'lsa ham yani. Ko'nglida bo'ladi hech bo'lmasa. Tiliga yoki bo'lmasa yuziga chiqara olmasa. Shuning uchun Mirziyoyev hokimiyatni ushlab turibdi, ikkinchi tarafdan erkinlikni bo'g'ayapti. Hokimiyatni ushlab turganini qanaqadir hokimiyat nuqtai nazaridan yaxshi desak, erkinlikni bo'g'ayotganligini yomon deymiz. Chunki erkinlik bo'lmasa jamiyat qimirlay olmaydi. Amerikaga borib keldi Mirziyoyev. Amerikada necha marta oxir aytyapman. So'z, matbuot erkinligi bor. Nimani gapirsangiz gapirasiz Amerikada. Unda chegara yo'q. Siyosiy erkinliklar bor. Endi u yerda ikki partiyalik tuzum joylashib qolgan. Lekin insonlar qarshi chiqa oladi mana 7 million kishi Trampga qarshi namoyish qildi. Bu jamiyatga juda qattiq ta'sir ko'rsatadi. Bunday saylov erkinligi, namoyish erkinligi, bizdagi tushunchada to'polon erkinligi. Bizlar aytadi, to'polon qilasan. Yo'q, to'polon emas, tinch norozilik namoyishi. Mehnat qilish erkinligi. Biznes deyishadi. Tijorat degan, tadbirkorlik degan, tashabbus degan. Amerikada bor bular. Shuning uchun Amerika qudratli davlat. Shuning uchun rivojlangan. Shu erkinliklar ichida. Mana shu erkinliklar yo'q.
Mirziyoyev hokimiyatni ushlab turaman deb shu erkinliklarni ham yo'q qilyapti. Bu taraf shatoqdir, yomondir. Maqsadi shu hokimiyat shunday ketsin. O'zidan qiziga o'tsin, qizidan nevarasiga o'tsin. Mirziyoyev yashirmayapti buni. Buni ochiq e'lon qilyapti. Qizi Saida Mirziyoyevani o'ziga o'rinbosar qilib. Endi bu shunday ketadi. Men unday ketmasligi mumkin yani. Bu insoniy jihatdan aytyapmiz. Hokimiyat shunday bo'ladi, davlat shunday bo'ladi, hokimiyat shunday ushlab turadi, boshliqlik bo'ladi. To'satdan hammasi ag'dar to'ntar bo'lib ketishi mumkin. Bo'lgan va buni ko'ryapmiz. Nepalda ko'rdik. To'satdan boshqa joylarda. Bu jamiyatdir ham. Bu insoniyatdir. Boshliqlik bo'lsa ham, anarxiya bo'lsa ham ba'zan o'sha o'zbekning gapi yani bosaversa qurbaqa ham vaqt deydi. Buni Mirziyoyev hisobga olish kerak. Hisobga olmasa buning uchun o'zi mas'ul bo'lib qoladi. Nimaga? O'zining maqsadi uchun, oilasining maqsadi uchun hokimiyat ushlab turadi. Mayli hokimiyat ushlab tursin deyapmiz yani. Hokimiyatsiz bo'lmaydi. Lekin o'zining maqsadi uchun emas. Zulm uchun emas, oilasi uchun emas. Xalq uchun, haq uchun, adolat uchun ushlab turish kerak hokimiyat. Bo'lmasa bu ishning oxiri chatoq bo'lishi mumkin. Shu gaplarni aytmoqchi edim. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar.